keldi. Erim keldi, erim keldi, erim keldi, erim keldi, erim keldi. Dadasi. Qirol qaytdi. Assalomu alaykum. Qani, bugun xo'jayinimlar bog'li kelib qopdilarmi? Endi bugun bir odamlarga o'xshab xotinimga vaqt ajratay dedim-da. Bugun xo'jayinimlar o'zinga nima xoliydilar? Nima yegilar kelyapti? Ha endi bir yumshoqqina, do'mboqqina, go'shtli bir manta bo'lsa. Bir 20 tasini tiqardim-ku. Mantami? Uni xamirini qilish kerak, go'shtini to'g'rash kerak, piyozini to'g'rash kerak, xamirini yoy, tuv, qasqonga sol pishir. Ish ko'p, boshqa ovqat ayting. Mantiqiymi? Bo'pti, unda lahmo qilgin, ha? Mantini cho'pchan ol. Qilib yeymisan. Endi lag'monmi? Lag'monni ham xamirini qil, uni cho'z, sho'rvasini tayyorla, uni yopishib qolmasin deb qarab tur. Bo'lmaydi, manti nima, lag'mon nima? Ozor ovqat eting. Nimangiz kelyapti? Ha, yegim kelganini so'rading shekilli? Vaqt ko'p ketadi unga. Boshqa narsa ayting. Nimangiz kelyapti? Nima tayyorlab bering? Любойni tayyorlab beraman. Aytdim-ku, lag'mon, manti. Nima u ovqat emasmi? Yo'q, u ovqat emas. U azob. Shunaqa. Unda norin qilib ber. 2 soat ketadi. Osh. Yana osh. Boshqasi. Qozonkob. Galpsi. Qiyin. Chuchura. Mayda ish. Bo'lmaydi, boshqa. 5 barmoq. Yo'q, bo'lmaydi. O'zi nima ovqat qilishni bilmaydi. Yana nima ovqat qilay deb so'raydi. Aytsang qilmaydi. O odamzod hech bo'lmasa 4 ta tuxum qovurib ber, ha? Hali xolodilnikka olish kerak, tuxum olish kerak, gaz yoqish kerak, skоворodkani qo'yish kerak. Unda yog' sasiydi, keyin tuxum sachiraydi, unga tuz sepish kerak. Bo'lmaydi. Tavba qildim. Bu ayol odam bo'lmaydi. Nima qilay deb so'raydi. Aytsang qilmaydi. Rahmat. Qornim to'ydi o'zi. Bilganingni qil, tushundingmi? Bilganingni qil. Bilganimni qilaymi? Yuring, unda ko'chaga chiqib, bir ovqatlanib kelaylik. Shu erim pulni shu o'ynab kulib topadi o'ylaysan-da, ha? Ha, yerdan supurib olasiz-ku. Xotin, sen tentak bo'lib qolibsan. Tentak!